Qani, ko'rib başlıqları Abdukerim aka, Polat, marhamat. Uyuyu. Polatga yaxshi tutdingmi? Yaxshi. Abdukerim aka mandaq bir qoida bilan mehmonlarni kutib oladi. Ya'ni sizlarga yo'l qo'yish bilan sizlar to'g'ri yetkazing o'yinda yozingizlar. Sahibxonlar topidi. Men aşağı tutdimmi, hozir chiqib? O'tgan sonlashda degan g'o. Polatda shuni ishni qilaydi. Aşağı bo'lsin. İşte bo'lsin, ma'qul. Rahmat aka. Undaq bo'lsa Polat tayyorlik qilinglar. Ma'qul. Qani, Abdukerim aka. Qizingiz qarayaptamsiz? Nanaga? Nanaga qarayaptim. Nanaxon oldingiz qarang. Kinodimi shu xasiyat adam ish yugutibdimsa nana chataq chiqarib qo'ydi-chu. Men xasiyat ezelden emasmi? U oylik qarang deb. Tayyorlig'inglar bitdimi, Polat? Ha. Undaqda o'yin qoidasi bo'yicha Polat ko'rsatmang. Ko'zingizni chiqarting. Ko'rib qolmasin. Manda bizga ko'rsatib meni yo'q. G'albga o'silmay qo'ya, buni qarab tut. Cho'qim mushi ko'rib hech kim ko'rmas kerak, faqat va faqat xasiyatimdan boshqa. Mehmonda Tomoshabinlar ko'rdi dedi. Polat eg'ir besiqlik bilan ma'lum. Tomoshabinlar ko'rib bo'lgandan men bir ko'z tutsa, Polat. Bilan xasiyat qurban ko'rdi. Vanjanjan, bu yo'qanlar. Bu Vanjanjan ko'rsim o'xshashgan qo'y. Hala, shijenda. Xasiyatada boshlang. Hey. Birinchi to'siq ichitilsin. Xayrgulda Mehmetcan ishga kirib ketinglar. Mehmetcan ishga kirib keting. Hala, shijenda ola. Shishi, Vanjanjan qayninglar. Mehmetcan kakkuk. Mehmetcan kakkuk. Hala, shijenda ola. Shishi, Vanjanjan. Xayrguldan keldi. Xayrguldan kulib turib ashu. Teliqib qoldingizmi Xayrgulda? Bo'ldi, vaqt to'shdi. Rahmat. Mehmetcan, ha. Mehmetcan bu yoqqa qarang. Xasiyatda ishga kirib keting. Bo'ldi, vaqt to'shdi. Qani Abdukerim aka. Tirik ko'ribsan azalari. Sizlar kelsin. O Mehmetcan qarsam bir cho'ng bir restoranda gibi qilyaptimdi. Restoran. Ha? Bo'ldi. Kim dedi o bo'ldi degan gapni? Vanjanjan degil turibdi. Ha. Qani oxirgi javobini olaymiz Abdukerim akamning. Mehmetcan nima deydi? Mehmetcanning degan qo'ydi Mehmetcan kelib ana. Ichilmas kelsinlar. Mehmetcan Aminadan chaqirdi. Mehmetcan oyoq kelsizlar? Ha. Mehmetcanning degandan qaraganda bu cho'ng bir restoranda gibini qildi menga. El cho'nkanda. Demak bu restoranga nima deb nom berdingiz? Bu restoranga Polat dedi. Polat restorani. Cho'lponlar restorani. Eng oxirgi javobingiz 3, 2, 1. Xayrgulda. Bo'ldi. Ha. Bo'ldi hozircha mehmonlarga bir qilib turayib o'tdim. Bo'ldimi, tugidimi? Bo'ldi, restoran. Polat restorani. Restoran. Cho'ng restoran. Polat Zurjan, sizlar nima deb yozgan? Qiyin ish yo'q olamda, ko'ngil qo'ygan odamda. Bu sen neymiş kız sayt uğrayısı bu da? Ya hepsi bana mandamda qiladi Allah. Mana Abdukerim. Mandaqcha xasiyat sana çandır qo'ymaydi deganda men ishtiqildi tutib oldim degina. Bo'lmasa uchun sana yetkazib bo'ldi albatta. Yo'q, men ezeldim men sizni qarsam aytsan kirib baq, sizni ko'rmay xasiyatni ko'rmayman. Qarsam xasiyat. Sen deb baqasan. Qiya. Men ezeldim bayatın sen mandacho, sen meye turib qarab baq. Sizni to'yto'g'ini ko'ralayman, men ketdim ko'ngil bo'lmaydi.
Bo'ldi, unda bizniki. Isbotlab beqing. Qiyin ish yo'q. G'olibga isbotlab. Isbotlab beqing. Ketmoqchi bo'ldi. Demak, qiyin ish bo'lg'achqa odam bo'shab ketmoqchi bo'ldi. Bo'ldi. Unda olamni bitigina olamni. Olam. Olam. Ha. Odamga. Odamga. Bu manda qilgan bu ya. Eng yaxshi sizlarga chiqmoqda bu. O chiqqan bo'lsa. Endi sizlarga nima chiqadi? Buni Abdukarim kam ko'rib belgilaydi. Ma'qul. Bo'ldi, unda bizning birinchi qitimliqda. Yaldinglar. Muborak bo'lsin. Guruh boshliq eng cho'ng mas'uliyatni o'z ustiga oldi mana. Maydonda yozganim ma'lum. Mana. Voy, xayrigilda siz ketdingizmi ma'qul? Qaranglar, xatni o'qiysiz. Voy. Buni bek bizning akangiz ketgan sizlarga. Ko'rdinglar? Ko'rdinglarmi? Ha? Chavak. Chavakka? Naq maydonlarni o'ynab qo'ydim, ha? Biz ma yaxshi yo'q. Qani malona ketdi? Ma'qul. Qiziqarli bir narsani qildi o'zidan kelib yotdim. Uyanlar kirib qo'ygan bo'shan. Aminada tayyorlig'ingiz ma'qulandi qiling. Ko'ritay, xayrigilda yana bir ko'ritay. Yana bir. Ma'qul. Başlaylik ha? 3, 2, 1. Başladik. Birinchi to'siq ichitilsin. Gulpiya yaxshi qarang. Ha. Og'zimizni Hay. Og'izni. Vaqt to'shdi. Aminada ig'zingizga diqqat qiling. Vaqt to'shdi. Gulpiya o'ngi qilib qoldi. Yo'q. Ha, ig'izni ifodalamaymiz a Gulpiya. Harakat. Amina o'ykirsa. Gulpiya so'lim to'rda tahlil qilishga eng usta. Ha? Munira siz keldi, vaqt to'shdi. G'olibga Munira nimdaydi anglab beqing. Ha. Chiqilib paranglashmanglar. Ha, bo'ldi, vaqt to'shdi g'olibga. G'olibga. Ha, vaqt to'shdi. Aychilsin. Yana urush bash qilib. Ha, Po'lat, marhamat, vaqt to'shdi, marhamat. Ben üspet yetkuz berdim. Qani ko'rib Öydekiler qaytdilar. Sen o'tirib kelaylik, o'tir. Qani, yeşil kiyimliklarning orasida turing. Biz eski. Ha, Po'lat aka. Boşam kirib qoldi. Eng oxirida Xayruldan qarab deb bering ha. G'olibkamning harakatida nimani his qildingiz? Abdukarim abimizni es qilib turibdi. Ish qilib bir duyjoni to'g'ri topdi. Amaliyotda tugdimi? Javobim tugdimi? Eng oxir qararingiz. O'yla. Ishu aka. Teki. 5, 4, 3, 2, 1. Eng oxirgi javobingiz? Abdukarim ablangiz. Abdukarim ablangiz. Ha, mening yozganim Po'latdi. Men Po'latdan to'mir yaxshi, o'tindan ko'mir deb yozgan. Agar amaliyotda Po'lat degan ismni topgan bo'lsam xatolashgan bo'lardi. Chunki to'liq iborasini talab qilib turib oladi-da. Birdi-bir. Unda bo'lsa birdi-bir. Natija birdi-bir bo'lib qoldi. Yana bir qitim o'ynaymiz ha. Xudo qatimda sizlar, maqatim yana bir qitim chiqsizlar, sizlar biz turibmiz. Sizlar yesanglar. Abdukarim kam ko'ribsiz, Abida ko'ribsiz topsin. Meni maraydigan deb turib oldik, ishchi direktor ayman. Baribir men ko'rdim. Abdukarim kam eng yaxshi holatda turibdi. Xasiyatda siz kirib kelsangiz bo'lamdi. G'olibkam. Qarag'anchilar o'qib sanmanglar, ovozinglar yuqori chiqib ketmasin, rahmat.
Ma bize asaraq lekin. Bek asan çıkardı. Oldu mu Xayrigulda? Böyle uzun ibaretler başlaydı ha. Ha, vaqt to'shdi. Endi Xayriguldan boshlasa bo'ladi. Birinchi to'siq ichitilsin. Ha. Mamajon, ichiga. Vaziyatda ichiga. Ben yanlış çekireyim oldu mu? Yo'q bo'ldi, sizlashib turaverim. Hala, shijenda ola, shishi. Vanjangjang. Şitenda. Xayrigulji shoshama. Mamajon, kakkuk. Mamajon ichiga deydi. Shishi, hala, shijenda ola. Shijenda ola, shishi Vanjangjang. Rahmat. Xayrigulda, ishga kirib ketim. Rahmat. Mamajon, vaqt to'shdi. Endi siz ifodlang. O'tir kishi yig'ilsin. Mamajon. Mamajon, ig'zimizga diqqat qilamiz ha. Harakat. Ha, to'g'ri. Vaqt to'shdi. Qani, Abdukerimka. Po'lat ko'rib boshlig'i, marhamat. Kran. Bu ende kran. Mamajon nima deydi? Mehmetcan'ınki erkekten karga vakta bu daha cungcang degandek bir gapni qiladi. Mukofot. Ha. Çoğum o kapat. Cho'ng mukofot. Yiqilishdi. Yiqilishyapti-da. Yiqilishib kutibsiz. Onda kadar tırışıp bakaylı yaptık Kerem ka. Yıkılışıp kaka okşayımız. Şampiyon. Çempiyon. Mukofot. Çoğun mukofot degandek. Cho'ng mukofot. Sizlar shunda qizg'in munozirlashyapsizlar. Eng oxirgi javobni olamiz. 3, 2, 1. Abdukerimka, Mamajon nima dedi? Mukofot. Mukofotlanish. Ha. Mukofotlanish oxirgi javob. Po'lat. Xo'sh, Po'lat Tursun. Nima deb yozgandinglar? Ha. İsimde ketib qoldi. Bu yoq bilan bu chat. Sizlar yanımda. Tirik ko'ribsiz bir tal cho'lpon kartiga erishdinglar. Mübarek olsun. bo'lsin. Xo'sh, undaq bo'lsa, biz ikkinchi bosqich o'yinga tayyorlik qilaylik. Xo'sh bo'ldinglar. Xo'sh olding. Bu yerda mukofot berisi qanday bo'ldi-ki? Tuncu kadarlar yaxshi ilindi mehmon gurupining ha. O'yinning tunji bosqichiga tunji kartini mehmon guruhi qo'lga keltirdi. Mübarek olsun. Sizlarga çok sifat yanılavatımız bunda. Qani, ikkinchi bosqichga tayyorlik qilaylik. Rahmat. Bakay. Hoş mu yaşarmış üsüşlü gözler Köpükni tacımda kadıyıp Köpükni tacımda kadıyıp Orga aylanıp kılarmış koşman Ki gözünün astıda günde top yer Orga aylanıp kılarmış koşman Ki gözünün astıda günde top yer Kemterlik insanga yaraşkan zimne Kemterlik
insonga qo'shidi hurmat kamtarlik insonga qo'shidi hurmat kun chiqsa g'adiyib yurgining bilan tez bulur kun tushsa beshig'ini egma kun chiqsa g'adiyib yurgining bilan tez bulur kun tushsa beshig'ini egma bir yüge getirip bulurgan okşaş bir yüge getirip bulurgan kibirlik yaraşmaz sen bilen bizge kibirlik yaraşmaz sen bilen bizge Küllük alem bu kimden kalmagan Kibirlik yaraşmaz sen bilen bizge Küllük alem bu kimden kalmagan Küllük alem bu kimden kalmagan Barlıq karxançılar, əmdi biz Abida Çolpanlar səhnəsi proqramımızın ikinci basqışlıq oyun turunu başlap getimiz. Qolumuzdaki bu Erketcan taxtı qarab, köz aldığımızdaki yeşil bu tiken zarıq qarab, nemi oyundu dep qilivatqan buluşunlar mümkün. Növətdə bizning ishki guruhidagi mehmonlarimiz o'ynaydigan o'yinning ismi Tikanlikdagi safar. Tikanlik safar. Bu o'yinga guruh a'zolari to'liq qatnashadi. Har birining qo'lida birdan tangshak bo'lib, ichilik 8 ta tiktak to'pni tushirib asosda tikanlik taxtida mengib oxirgi nuqtaga boradi. Qaysi guruh musobaqani avval tamomlay olsa, shu guruh yenggan bo'ladi. Şu adamның umumiy natijasini qancha minutda, masalan, qancha sekundga kelganlarini hisoblasak, qaysi guruhning uzun vaqt tamomlangan bo'lsa, demak, mushning ustida chidab, butun dasab asta mangan bo'lsa, shu yengan bo'ladi. Qani, ichki guruhdan guruh boshliqlari kimlar qatnashadi? Bizning guruhdan Xosiyat Qurbon, Muhammadjon Roza Soyet, Wang Jongjong uchaylan qatnashadi. Ya yo'qdir men. Qani marhamat. Ular sizlarnikidan-chi? Biznikida biz Shoshin Shobek. Ya Shoshin Shobek emas, men cho'ng olgandiki. Bunda yana cho'ng bo'lma. Bunda yana cho'ng bo'lma. Ya sizlarning oyiqinglar qarab turay. Men sizlar qilinglar. Men mehtirlar. Men. Yosh bo'ycha bizning ashma. Baqa. Shoshin Shobek. Mana. Qaysi uchunlar? Ya yeni bir Chiqib ketmaysa, men sayda. Yeni bir. Meni jaylamoqchi. Meni jaylamoqchi. Baxtçılık sayılar. Shobek. Mana ish qilishlar bo'ldi. Qara eskilikini. Ama qizlaringlar kim bo'ldi? Men qarab turay. Yosh bo'yicha keldinglarmi? Tanlash bo'yichami? Ya. Güzel salonumuz. Biz amanat keşkimizga jira. İyi ishlarga yig'ilib qolmanglar. Shu odam qatnashatdi. Meni. O ikki akishning birisini o'zim qatnashmamsizlar. Bek eski ekansilar. Undaq bo'lsa, qaysi guruhga tavakkul qilib boshlab baqsizlar. Endi yiqiroq kelsanglar bir narsa tushundiray, yiqiroq kelsanglar. Ma taxtining
Mao Mehmetjon. O. Ma taxtining o'zaro gipslashgan yerda azroq bo'shliq bor. Mishaga dastlashga ruxsat qilinmaydi. Faqat mana mushu bo'rtib chiqqan mushtaq yerlarga dastash kerak. Ma o'tirliqdagi azroq putni rahatlantirib olgan yerga hech kimning dastashiga ruxsat yo'q. Endi bundaq tamomlaymiz. Ya, ma gemni aldin deylar ya. Ha. Endi qaysi guruhga tashlaysizlar? Apqashida ko'rkan bor ekan, bular tutuzlar shunday chiroq. Qaranglar. Qarmaymish qarat. Buning ichida 8 taldan tik-tak to'p bor. Qanday ko'tiramiz? Mandaq. Ha. Mushundaq holat ikki qo'linglarni ko'tarsanglar bo'ldi mana. Ma ikki taraf bo'lmaydi, to'sib olishga bo'lmaydi. To'pning tushib ketishini oldini olma deb mandaq to'sib olsanglar, o'yin qoidasiga xilof bo'lgan bo'ladi, ha? Ha, mushundaq tutamiz. Mushundaq tutib, asta mangimiz. Po'lat mayadan boshlagan bo'lsangiz, mayaga bir kavitib, keyningizga o'rilib, qayt aşağı kelib, Gulpiyaning qo'liga bersiz. Gulpiyam sizga o'xshash harakatni tamomlab qaytib kelib, Muniraning qo'liga berdi. Munira ham shu harakatni bir tamomlaydi. Uchinglarning qanchalik vaqt ichida buni tamomligini hisoblaymiz. Ma guruhining o'xshash. Lekin bu to'psida kim uzun turadi shu hisobda? Guruhining, masalan, sizlar 60 sekundda 1 minut vazifani tamomlab bo'ldinglar. Mehmetjonlar, Xayriguldamlar 70 sekund tamomlab bo'ldi deylik. 1 minut 10 sekundda. Bular yengib chiqdi degan gap. Chunki bularning bardashlik kuchi sizlardan 10 sekund oshdi deganlik bo'ladi. Tushunishib bo'ldi, ya? Qaysi guruh boshlaysizlar? Qaysi guruh boshlaymiz? Nenda seniz mishanimi? Cho'qim mishani. Mayan desash ruxsat yo'q, ha? Mushu ko'pib chiqqan yerlarni, tikanlarni. Shu, masalan. Yo'q, oyoqni solamiz, ha? Oyoqni solamiz. O. Paypoq bilan. G'olibga shon chiqimdi, paypog'im to'shiktab. Şey sallı. Agar paypoq to'shik olsa, selitib chiqsanglar bo'laverdi. Ustol to'shik olmagandiki. Bosh kim mangadi? Qaysi guruh boshlaymiz? Qaysi guruhdan Ya boshlaymiz? bosh qizlarni mangaydi. Ya grup Saat endi saat basimiz. Avval bir guruh tamomlaydigan, Ha, undan bo'ldi, ikkinchi bo'ldi. guruhga keldik. Lekin meni bo'g'icha to'piqamiz-chu. Qana saatni biz basamiz. Saatni biz besbirli. Qo'ldagi to'piqamiz-chu. Qarab birdi. Az xasiyat, az saat qarab. Og'ri ekan bu. Besbirdi, ha. Adila. Qanday? Men bunda og'riydi. Polatcho, Mansur. Og'riydi ekan-ku. 好了，亲戚你要小心一点，我们那个买卖将毛驴骑得特别稳，所以拿这个也特别稳。 Sazi tuxanda kim mukam tuxanda bi. Başlamdı qamsa? Og'ri ekan. Başlamdi. Saat basılı. Saat basaylar. Po'latbek aldırmang, ha? Qancha uzun bo'lsa shuncha yaxshimi? Ha, Qancha uzun bo'lsa shuncha yaxshi. qancha? Lekin cho'qim mengish kerak, turib olmaslik kerak. Ha, g'ayrat qilaydi. Asta. Bundan og'riq texi, top Og'riq texi. Kaçık oldu. Talat ketdi Polat. Ya'ni keynir yandigan gapmi? Ha? O. To'liq toshqizib yening, ha? To'liq toshqizib yening. Voh. Ha, o'rlang, ha. Asta o'rlang top tushib ketmasin. Shunda yaxshi mengyapsiz lekin. Bu safar shundoq safar. Bu safar, uzun safar. Ha? Qaranglar, qo'g'dayotdi. Kishi bilan Ha, qo'g'daydi. g'ayrat qilgan. Voy, tirak ketdi. Tayyor bo'lganmi? Hamshadin qo'lidan olasizlar, ha? Oyoqni silib tayyor bo'lib turing Gulpiya. Top tushib ketmasin. Shu vaqtini hisoblaymiz. Voy. Voy. Ketdi. Asta. Astroq degan-a Gulpiya. Qancha osti bo'lsa, Senga turib olmishsinmi degan. Voy put. Vay usulçun aptı. Asasen biz fıtıdra Munira tayyor bo'ling, ha? Munira tayyor bo'ling. Tech ketgan. Tiros og'ri ekan bu. Men orqadan tutib qolgandim. Semiz odamni tek og'rimamdi bilsin bilan. Voy, men orqadan tushunga kim sanjimdika. Az qoldi, chida, g'ayrat qil. Bitter Gulpiya bag'asi qishmayma qo'yib ketdi, manda qilib desa. Kishi og'ir ketdi. Adash. Mana, shinim qam. Ma o'yin bugun o'rnini topdi.
Ha, aslı mıydı o zaman? Musabıkadaki mi? Oy Munira. Buni iliqib tutko'ygan to'g'dek menga ishlaymiz odatda. Munira qandaroq? G'ayrat qil, g'ayrat qil. Ay. Çocuğa. Örla. Oh, yaraysa. ishbatihi. Nanaxan. Munira g'ayrat. G'ayrat qiling, oz qoldi. Az qoldi. Adesin. Az kaldı ya. Gayret kılın. Cayo. Asta. 3 minut qanchalik vaqt? 3 minut 5 sekund. 3 minut 5 sekund. Bunun da yak ben birden sorayım. Biz küçük menip olsak, müşün düşürətmey. Yapılmaydı. Qancha uzunmuş o töp Yengilib tutsunlar. qolsa 3 minut 6 sekund bo'lsa yengilsizlar. Bana töpse qancha uzun tura alsak şu yaxshi. Asasen turvatdinglar hamda. Ashundaqmi? Jazm qila olamsiz bular? Asasen shunamikin deyman. Ha, qaysilar boshlaysizlar? Po'lat sizlarni o'tirayotganlar jazm qilib bo'ldi hozir. Başladikmi? 3 Başladı. 2 1. Mehmetcan tushib ketdi birsa. Tushib ketdi Mehmetcan tushib ketdi. Mağımız. Turib olishga ruxsat yo'q. Asta mağımız. Ayda qilib qara. Qadamni kichik osmos Turvasa, turvas qaytib boshlaydigan ish vajiba. Açağını desem. Qara cho'g'ni. Munira qaysi cho'g'ni? Bek uzun turvasak ve yuguy. Boşa töpse uzun turib baqsangiz sizning ağıramda. Biringlar ulashqa tayyor bo'linglar. Mehmetcan, Fatma otamda putingizga. Mehmetcan kaynidagi ishki xonimning muvaffaqiyatli menib ketish uchun eng uzun vaqtni o'zi egallab Ya qamal tushdimi? Kaynidagi guruh a'zolariga qulaylik yaratib beray deb g'ayrat qilyapti. G'ayrat qiling. G'alibga. Diqqatni chechyapsiz. Tushib ketdi ana, oz qoldi. Qara mağamda. Chigide, kendimizga manga. Yanila. Ay, qo'yib tekizmaymiz. 3 minut qo'shib bo'lmagan-ku, ha? Yo'q. Biz sizlarga unda qilmaganmiz. Kep turgan. Gapni bir so'zi men chidamas deydi. Ha. Mangayli ha. Mehmetcan, Sen qancha uzun so'z bilan qag'ini ko'rmiz ha. Niyam aqlliq Mehmetjon. Qilab tushib ketgan. Ya yaransak yaxshi jumol ekan ha. Ular. Kesga eli. Sap qo'ygansan? Uzunga yaga bas. Abdukerimka degan bo'lib turib oldi, ha? Oy. Zahra Hanım. Mehmetcan lekin ajoyib bardashlik berdi, ya. Acayip Bilyapti derdini. G'ayrat qiling, ha? Yaxshi ya. Xayrguldam. 2 minut 21 sekund bo'ldi hozir. To'xta Mehmet Şulay. Tushib ketmisin, ha? To'p tushib ketmisin. Tushib ketmisin, ha? Midratman. İkinci qo'lingizni To'p tushib ketsa, Üstün tavratman. Xayrgulda g'ayrat qiling, ha? G'ayrat qiling Xayrgulda. Tizmanma. Ay, aynan Xayrgulada qo'lingizni midratman. İki qo'lingizni midratman. Qaysi bilan oyog'im bo'lib ketdi? Og'irdi, ya. Oy pek ağrıyırken. Xayrguladan o'zi. Ey, biz bu diqqat qilishni qildik. Bek tezman turib, yalan oyoq dasab bo'lgan g'olibga. Ananiki bilsiz. Mat çıkkanda kaldı. G'ayrat qiling. Ha, mana isel mana. Ketmisin. Hozir 3 minut 6 sekund bo'ldi. Vaqtcha to'xtinglar, ammo to'pning tushib ketmasligiga kapolatlik qilish eng oxirgi. Diqqat chashmang. Diqqatni chashmayli. Bir sala oyog'ingizni ham dastimga yalan dasab qo'yman. Qo'mbek og'riydi. Hozir oyog'imni sap ko'rsatib qo'ymoqchi tapinimni. Agar ishonmagan bo'lsa. Xayrgulda
Biraz tutgandan tutmagandek bo'lyapti siz-a. Diqqatni chashma oldi. Tasmin oldi. Xayriglarda ikki qo'lingizni asli qilmang. Bo'ldi. Bir anla 3 minutdan mansanlar 9 minut. To'xtolib bo'l. Doğdan çıkmasak bular. Mehmetcan voy. Men gücümden de tutulmaydı. Voy endi bo'ldi. Yo'q. Üç adam to'qimish kerak. Ama top düştü. Aldırmay. Açın buna gidersin. Past tarafta. Aldırmaylar. Pek ağrıydı ki. Aldırmaylar. Aldırmaylar. Yan bir ne ya? So'rimish fursat yo'q ya. Yan bir ne ya? Mayli. Ay, yo'q bir dastingiz shuninglar. Az qoldi, hayrat qilma. Yan birsi ha, yaxshi xosiyat ha. Oldingizga yan bir dasan. Yana bir tal qoldi. Yana oldingizga qoldi. Chay yo'q, ayla. Chay yo'q. Yo'q. 3 adam to'liq minish kerak. Chay yo'q. Ha, chay yo'q. Chay yo'q. Diqqat qiling. Ha, aldırma. G'ayrat qil. Xosiyatda g'ayrat qilib Amartek ağrıydı, koyamam size. Bekliyor. Az kaldı, g'ayrat qil. Hakikaten. Voy. Şidretli xosiyatlar. Tutun bamike. Aldırmaylar. Mal ya. Az kaldı. Qo'lingizni taqish. Az kaldı. Az kaldı. Ha, chay yo'q. Kaç milyon artık duraldыңlar. Onun üstüge biz çokum pes küçüşüp onu diki manga yerimizin var. Bak. Yerimiz almış olmadık. Doğru. Abide grupsi to'liq huquq bilan bir dona cho'lpon kartiga erishdi. Mübarek olsun. Xosiyatdan bilan xayriglardamga birlash mukofotni. Bo'ldi. Undaq bo'lsa biz 3-bosqichlik o'yinimizga tayyorlik qilaylik. Ekran oldidagi qadrli ko'ruvchilar, ko'ryapotganinglar Abida Cho'lponlar texnik programmasi. Bugungi san programmamizning 3-bosqichlik o'yini, ya'ni korxonchilar bilan hamkorlikda o'yin o'ynash bosqichiga yetib keldik. Bu bosqichimizda biz har ikki guruhga naq maydondan 2 nafar korxonchimizni o'z guruhiga hamroh qilib tanlaydi. Shundaqla 3-o'yinimizni birlikda tamomlaydi. Bugun 3-o'yinimiz bo'lsa, oldingi sonlarda nihoyatda olqishga erishgan, to'limi qiziqarli bo'lgan putta shar to'lash o'yini. Undaqda har ikki guruhga o'zining guruhiga 2 nafar korxonchimizni tanlab qo'shgan bo'lsa, Putta sharp o'lash. Bu bosqichda ikki guruhga tövendagi 4 korxonchini oldin tanlab o'z guruhiga qatnashtirdi. Har ikki tarafdan 3 ta a'zo o'yinga qatnashadi. Putdagi yal bergichni kuchab tasash orqali bosh ustidagi sharni etildirdi. Qaysi guruhga sharni eng burun etildirib olsa, shu guruhga yengan bo'ladi. Tayyorlig'inglar bitdimi? Unda bo'lsa, o'yinimizni rasmiy boshlaymiz. Diqqat. 3, 2, 1. Başladı. G'ayrat qilinglar. Halıkanla iti tutun emrimize. Az kaldı. Kalıpla gayret. Yukarı. Vay balda. Gel. Bol. Kıyır gitme. Vay. Abdülkerim ka. Benim bege ona getiriyorsunuz önümüzdeki. Bana çıkıp şarının yoğunluğu çıkmalı. Atlandık maşarını kalıp ka.
Mübarek olsun. Yanıla Abide gruppisi Toluq şarının üçlüsünü iti ötüş bilen muvaffaqiyat kazandılar. Mübarek olsun. Hammamizga ma'lum, sizlarning guruhida varis bo'lmiz birinchi bo'lib atqandi. Hammamizga ma'lum, bizningki 3-chi tur o'yinimizningki uqtirib qo'ygan guruhninki korxonchilarning yurak so'zini naq maydonda anglash bir bosqichimiz bor. Varisning ko'ngil so'zini bir anglaylik. Varis, nim bersiz uqtirib atganingiz uchun? Bizning oddiy chiqdi. Ko'zga qism boshqa narsa yo'q birda. Ha, bu hafta bize yardım qilib fikrim sana. Aksa şirketi var yerda. Ha, 30 mingdan ben sana bo'ldi. Voy, savdo qivatida 30 mingdan bir qutun tegishidi ekan. Ha, bo'ldi unda asal Lenda abla butunlab qo'yla. Ana Lenda amana berib turasiz. Lenda yapamishadi. Rahmat Varis. Ha, Faxriddin. Men Çinli şirketi vakolatdan har bir cho'ponlarimizga bizning Çinli ko'z ro'shanlashtirish tabletini sovg'a qilaman. Rahmat ukam, Yasinjakam sizni yengilish qilib chiqamsa deydigan bo'ldi-da. Rahmat sizga. Hammanglarga rahmat javob atdinglar. Qadrli ko'rman do'stlar, naq maydonda hurmatli korxonchilar, to'limi ko'ngillik davomlashgan bizning bugungi sanimiz oxirlashib turyapti. Bugungi sanimizda Abida guruhi digital cho'lpon kartiga erishish bilan yanıla yengib chiqdi. Mehmon guruhimi lekin bugun bak hayrat qildi. Eng muhimi o'yinimiz shundoq ko'ngillik bo'ldi. Maqsad musobaqa qilishish, birinchi ikkinchilikni tanlash emas. Maqsad xo'shal bo'lish, ozodlikka erishtirish. Eng muhimi bizni ko'rayotgan tomoshabinlarni texnik xo'shal qilishdan iborat. Oldu undaqda bugungi san programmamizni mishada oxirlashtirsak, kelar sandagi programmalarimizda bizning ishki guruhidagi cho'lponlarimiz bizga yana qandaq esil sarxil nomerlarni o'rindab berdi. Yana qandaq qiziqarli o'yinlarda biz ko'pchilik bilan birlikda xushallikqa, shodlik uchunmiz. Bunga qiziqsangiz, davomli diqqatingiz programmamizning keyingi sonlarida bo'lsin. Xayr do'stlar, biz sizlarni Abida cho'lponlar sahnasida saqlaymiz.